Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, diqqat e'lon. Rossiya davlatining Sankt-Peterburg shahriga ishga boraman deyotgan vatandoshlar bo'lsa, sachoq-pachoq bolalar kerak emas deyishyapti. Zakazchilar sidqi dildan ishlaydigan bolalar kerak deyapti. Podsobniklarga $500 ustalarga $800 $1000 qilayotgan ishlari burchatka terish, penablok terish, stiyashka qilish, yana kirisha yopish, pishig'ish terish. Vobshim professional usta bo'lsa deyapti. 50 ga 50 dogovor qilamiz deyapti, teng sherikka ishlaymiz deyapti. Zakazchigimiz ham Umidjon mana Dehqonobodda avtobusini haydaydigan rahmatli Salim bobomiz, Shurik bobomizning o'g'li. 100% ishonsak bo'ladi. Borish kelish bilet pulisi o'zidan, 3 mahal ovqat, yotoq joyi, dokument hamma yog'i o'zidan. Toza beraydigani shanba bozor degan gap so'z yo'q. Har kuni 12 soat ish vaqti. Kimga ma'qul bo'lsa, ekranda telefon raqamlarini yozib qoldiramiz. Bemalol telefon orqali murojaat qilib, yana batafsil so'rab, ishlayman, menga pul kerak deyotgan bilagida kuchi bor vatandoshlarimiz bo'lsa, marhamat. Umidjonda O'zbekistonskiy nomeri 99 382 96 90. Akasi Azimbekning nomeri +7 962 353 68 88 telefon raqamlariga bemalol WhatsApp orqali telefon qilib gaplashib, ma'qul bo'lsa borishlaringiz mumkin. Akmal Jumayev kanallarini ham kuzatib boramiz, like'larni bosamiz, videolarni oxirisigacha ko'ramiz, qo'llab-quvvatlaymiz. Bizda hozircha shular, xayr, salomat bo'linglar. Akmal Jumayev chiqishlarini muntazam kuzatib borasizlar degan umiddaman. Obunachilarimizdan faqat podpisatsiya bo'lib, obuna bosib qo'yishlarini ham shaxsan iltimos qilib qolamiz. Rahmat e'tiborlaring uchun.